Almaxon haqida. Men bilimni bağladım, qil bilan ay sim bilan. Men ketarman, sen qolursan, uydi yolg'iz kim bilan. Xalq naqshisi Almaxon Qumul xalq naqshlarining tragediya tusi quyuq turlaridan biri bo'lib, uningda 2 yoshning uchrashib qo'shilishi keyin bazmi barovat qoplagan yuqori qatlam kishilari orasiga Almaxonning majburiy chaqirilib raqqoslikqa selinishi va bu jarayondagi azobliq turmushi, oxirida 2 yoshning amalsiz ayrilib ketib Almaxonning tanholik hasrati bilan yashaganligi bayon qilingan. 1874-yili Zozongtang qo'shinidan qochgan Bayyanxu bir qism qumulliqlar va xon jamoatining a'zolarini Qashqariya davlatining xoni Yoqubbekka qo'shilish uchun majburiy elib mangdi. Bu musofirlarning ba'zilari Ko'rla, Bugur atroflarida, yana ba'zilari Kuchargacha berib ma'lum mezgil turib qoladi. Keyin Yoqubbek hokimiyati Zozongtang tarafidan yo'qotilgandan keyin ular Qumulga qaytib keladi. Qumul xalqining bir qismi Kuchada turgan shu jarayonda Rahatbog' yeza Magash kentlik G'ojamniyoz degan bir yigit Kuchalik Almaxon bilan tanishib, to'y qiladi va Qumulga birga qaytib keladi. Almaxon usul o'ynash, naqshi aytish jihatlarda talanti bo'libli qolmay, to'liq chiroyli qiz bo'lg'ashqa, Kuchadan shundoq chiroyli bir xenim kepti deb hammaning qiziqishini qo'zg'aydi. Ayni davrda Qumuldagi yuqori qatlam kishilari orasida uzilmas mashrab o'yin so'rinlari davomlashib turadi. Bu mashrablarga Qumulning eng usta sozanda naqshchilari, parangchi usulchilari taklif qilinadi. Hattoki xalq ichidagi chiroy turqi to'g'riliq maqtashlar chiqqan ayollarmi chaqiriladi. Bundaq takliflarga hech qanday odamning bormaslikqa amali yo'q edi. Chunki beg to'rilar har xil amallar bilan qarshi chiqqanlardan o'sh oladi. Xalq mashrablari bilan yuqori qatlam ichidagi mashrablarning orasida osmon zamin farq bo'lib, boy tayjilarning mashrablarida to'van qatlamdan kelib chiqqanlarning izzat hurmati bo'lmaydi. Ularni faqat ko'ngil ichish uchunla chaqiradi. Bu so'rinlarda qiziqchi yepizlar hamrohlarini shoyi masxira qilish bilan bey g'ojamlarning ko'nglini ochadi. Almaxon Qumulga kelgandan keyin u to'g'risidagi madiha maqtashlar bundaq so'rinlardimi bo'ladi va yuqorqidek mashrablarga chaqiriladi. G'ojamniyoz bilan Almaxonning beshiga g'am tushidi. Ayolini barg'uzay desa g'ururi ko'tirmaydi. Barg'uzmay desa beglarning ziyonkashlik qilishidan qo'rqidi. Mushundaq ziddiyatlar ichida Almaxon alvon mashrab so'rinlariga amalsiz berishga majbur bo'ladi. Bundaq chaqirishlar kun o'tmay davomlashib turdi. Almaxon mashrabda yuqorqidek qiziqchilarning beglarga xo'shamad qilib, hazil qilishi va qo'shoqlarga qetib masxir qilishlarga uchraydi. Almaxonning majburiy mashrabga menishi, G'ojamniyozning amalsiz g'azablanib qelishi barabara uzunga so'zildi. Ikkisining taqdirida yuz bergan bu mashrab fojiasi bilan oxirida bu 2 yosh amalsiz ayrilib ketadi. Almaxon beg to'rilar mashrablarida o'ynab kulgandek qilgan bilan kunlarini ichida yig'lab o'tkazdi. Har kuni davomlashadigan ishrat bazmi ichida G'ojamniyoz bilan o'tkazgan qisqa ammo baxtlik minutlarni hasrat bilan eslaydi. O'zining majburiy mashrabga mangan vaqti G'ojamniyozning alam hasrat bilan illiqqina uyda yolg'iz qolgan holati doim ko'zga ko'rinib, unsiz yig'laydi. Biroq Kucharning bog'liq ko'chalaridan boshlanib, Qumulning havoliq yezlarida oyoqlashgan bu muhabbat hikoyasi buning bilanla oxirlashib qolmaydi. Musofirlik, yolg'izlik, judolik Almaxonning ayollik nazokati va hayotga bo'lgan muhabbatini yo'qotishga boshlaydi. Uzunga so'zilgan ishrat mashrablar yurak azobini unutuldirish o'rniga uning yoshlik davrini tezla xarablashtirdi. Hayotning tuzkerak hovliqini ko'rishga ulgurmagan Almaxon sharob chekimliklar ichidagi
melis meşrepler bilen o'ttir yaş mezgildinmi o'tib ketidi. Muhabbatsiz meşrep, hissiyatsiz naqsha sungan ko'ngilga ekek bo'lib, uning qumulga yangi kelgandiki o'tdek qizg'inlik bilan so'qqan yuraklarini puchilab muzlatidi. Beyt qiqaslar bilan qizib ketgan meşrepga beparvo qarg'inicha bir bulungda xiyol surib o'ltirish davomli odatiga aylanadi. Keyingi kunlarda Almuxon umrining oxirini bo'lsa-mu, tonish tuproq va odamlar ichida o'tkazishni o'ylab, yurtiga qaytib ketish o'yiga keladi. Yiroq yurtida qolgan mahallasi, balaliq davridagi do'stlari, g'amsiz yugurib o'ynagan ko'chalar uning ko'ziga ko'rinadi. Yigani qolgan taqdiri bilan qalbidagi hasrat judoligi uni qumuldan quchog'iga ketishga undaydi. Almuxon bir qitimliq mashrabda tasodifiy Vangni uchirtib qoladi va Vangga yelinib yurtiga qaytishga ijozat berishni o'tinadi. Vang qumulda hech bir tuqquni bo'lmagan bu musofir ayolning talabini o'rindashga buyruq berdi va aslidagi yo'ldoshi G'ojamniyozni Turpongacha opirib qo'yishga amr qiladi. Bu chaqda G'ojamniyoz yana bir o'ylangan bo'lsa-mu, ilgari so'ygan hamroyi Almuxonni yurtiga opirib qo'yishga mangdi. Yillarning jabri, davrining jafosi chiroyli emas, balki ruhiy dunyosini vayron qilgan bu bir jup aslida kelgan yo'li bilan yiroq quchog'iga qaytadi. Qumulga kelish safaridagi xo'shallik va mungdishish bilan bilinmagan yo'l azobi bu qitimqi qaytish safarida ko'rib turib judolikqa mubtalo bo'lishning azobi bilan boshlanadi. Almuxonning hayot fojiasi bu qitimqi ikkilanning oxirgi safarida yuksak pallaga ko'tariladi. Tarixiy dostonlardagi bundaq jupti tepilmaydigan go'zal, tragediyalik hissiyot Almuxon bilan billa mushu minutlarda bizga hamroh bo'ladi. Yiroqda ko'rinib turgan tog' edirlarga xiyolan qarab mangan Almuxon bilan oyga chiqmas to'piliq yo'lning ufqdagi iznolariga qarab harusini haydab ketayotgan G'ojamniyoz bir dunyoga tava bo'lsa-mu, ammo ikki dunyoning odamidek sukutlarga g'arq bo'lib safarini davomlashtirdi. Turmushning kesib o'tish qiyin bo'lgan cheklamasida temirqab qolgan G'ojamniyoz bilan odamlarning ziyonkashligiga uchirgan Almuxon hayot safaridagi eng azobli, ammo to'limi qimmatlik oxirgi minutlarni boshdan kechirgach, yiroqdagi ufuq orasiga so'ngib ketdi. Ba'zi ma'lumotlarga qaraganda Almuxon Turponga borgandan keyin Lükchun Vang ordusida turib qoladi. Musofirlik ko'chasida bir umr tamtirab yurgan bu tanho qahramonimiz o'zining oxirgi umidi, talpingan yurti kucharga yetib borganligi yoki Lükchun Vang ordusida o'lib ketganligi aniq emas. Almuxon davrdoshlari tarafidan har xil so'z cho'chaklarga qolgan bo'lsa-mu, ammo o'zining hasratlik qalb dunyosi bilan ta hozirgacha tushunishga va hissdoshlikqa erisha olmaydi. Mushu minutlarda biz Almuxon bilan billa uning hayot kechirmishlari, tanholik azobidagi ikki dunyosiga o'rtoqlashyapmiz. Uzun zamonlarning qilin to'pchanglari ostidagi yolg'iz ko'ygan bir chiroqqa, ko'zi uchiq ketgan bir hissiyotliq insonga quchoq echyapmiz. Uning bilan qo'l tutishib, haqiqiy insonning tragediyasini his qilyapmiz.